بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله المالك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغوثة في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين وإمام المتقين أبي بكر الصديق المجابر في المجد والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الهمام أحد أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشر والاحتساب، وعلى الإمام أحلام أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب، وعلى الإمام الهمام أرجاعهم أمير المؤمنين والمتقين علي الرضي الوفي أسد إليه الملك الوهاب، وعلى الإمامين الهمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah da Qur'an-ı Kerim'de ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'dan hakiki korku bilen ölegiz, öle kurmegiz, öle kurigiz fakat Müslüman halindegine. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Elhamdülillah, bütün maqtov Allah subhanahu ta'alaga bizga şuşunday Ramazan ayı berganin, şuşunda biz roza tutulabız Ramazan ayında. Elhamdülillah, Allah Teala bütün maqtov şükür bizga namozni bergan için. Çünkü namaz özünden özü ol bir ibadet, özünden özü bir şunday nimet. Biz onu ona bitirmeymiz çünkü onun içinde özünün nimetleri büyük köp namaz içinde. Allah Teala namaz okugan kişiге cennet, гадын cennetler bizge va'da ete. Osta yılgalar ağadı Allah Teala ete. Kim namazlar okuy, kim urazalar tuta. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Rasul emri İslamu." Emirnin başıdır ol İslamdır. Ve gumudahu as-salatu. Onun tirəgidir namazdır. İslamın tirəgi namaz. Ve zervatu senamihi el cihadu fi sebillah. Bu hadisini Tirmizi getire. Onun büyük noktasıdır Allah yolunda kürəşu deyip Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Şu hadiste Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: dinnin tirəgi ol namaz eken. Dinnin tirəgi ol namaz bola degan. Şulay bu namaz oku ol farz bolup tura. Yani mecburi degan söz. Ol bölüne farz, sünnet, nafillarga indi. Farz mecburi, sünnet indi ol farzlar bilan birga kele, nafil ol ixtiyari. Farzni o'tasan savob, o'tamasan gunoh bo'la. Ol namozni o'qib postoyanni o'lgancha yo'q, biz uni o'qirga tiyish, jon chiqqancha yo'q. Hatto banistda yotsaqda, hatto so'shda bo'lsa-da, hatto qo'rqinch hal bo'lsa-da, namoz bir halinda da qoldirilmaydi degan. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: agar kishi og'irta ekan, bosib o'qiy olmay ekan, o'tirib o'qisin deydi. O'tirib o'qiy olmay ekan deydi, yotib o'qisin deydi. Yotib o'qiy olmay ekan deydi, ol vaqtda ko'zi bilan bo'lsa-da o'qisin. Ko'zi bilan o'qiy olmay ekan deydi, qaytabi ishda ol tege o'qigan o'qisin. Yotib bo'lsa-da, narsa bilan bo'lsa-da namozni qoldirolmaydi degan edi. Qo'y bir kishilar aytuvchilar bor, men tahoratni tuta olmayman. Şun bilan namoz o'qimay. Tahoratni tuta olmasanda baro namoz o'qirga tegishli ekan. Ul g'izirli bo'lib sanala, g'izirli kishining tahorati ul sanala. Ya'ni ul bir topqa tahorat oldi ekan, ona tahorati g'izir sababli yo'qola. Shu g'izirli kishining tahorati yo'qolmagan shekilli sanala. Ul shu tahorat bilan namoz o'qiy. Salomat kishiniki yo'qola, g'izirli kishiniki yo'qolmay. Şuşa en birinci Allah Teala qarşında hesap etecek. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: kıyamet günü namaz.
Qiyomat kunda bosqaч, Alloh qarshına bosqaч, Alloh taolo birinchi bizni so'rayshaq namozni endi. Agarda 5 vaqt namoz o'qigan kishi bo'lsa, namoz tuzuk bo'lsa, boshqa amallarda tuzuk bo'ladi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Alloh taolo shu kishini ijmoga kiritirgan va'da etdi. Namoz olib kelmayotganda o'zi bilan Alloh taolo va'da etmish ijmoga kiritirgan. Tili ijmoga kiritadi, tili tamuqqa kiritadi deb hadisda kelgan Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng oxirgi vasiyati o'lir oldindan bo'ldi, namoz deb bir necha martaba qavatladi. Masalan, bir kishi o'zining o'g'llarini, qizlarini o'lim oldidan bir narsa vasiyat etib qoldirar ekan, bu bek muhim vasiyat bo'lib sanaladi. Bu Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu Alloh taolaning ishisi butun xalqqa o'lim oldidan vasiyat etib qoldirib namozga e'tibor berigizdi. Shulay g'olimlar aytadilar, namozning eng oxiri, ya'ni xalq dinni yo'qotashaq narsa bilan namoz bilan ekan. Namoz bor, kishida din bor, namoz yo'q, kishida din yo'q ekan. Andari Alloh subhanahu va taolo aytadi Qur'oni Karimda: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun." Shusha oyatda Alloh taolo aytadi Alif lam mim. Shusha kitobda bir nindishlik yo'qdi, ya'ni Qur'onda. Shusha kitob ul to'g'ri yo'l bo'lib turadi. Allohdan qo'rquvchilarga deydi. Qo'ysalarida namozlarini o'qiylar. Qo'ysalarida ishondilar g'oyib narsalarga, ko'rinmay turgan narsalar, ya'ni o'limdan so'ng tirilib bizga ham boshqa iborlarga. Va yuqimuna as-salata, namoz o'qiylar deydi. Ham biz bergan rizqdan, moldan deydi, ular ulushlarini chiqaralar deydi. Mana shular endi deydi Alloh taolo aytadi, ular baxtlilar deydi. Shular endi Alloh taolo aytadi, ular tamug'utidan qutulishlar deydi. Shusha oyatda Alloh taolo bizga esga tushirdi. To'shto hidayatning, tavfiqning sharti bo'lib tura ekan u namoz. Agarda kishi to'g'ri yo'lga bosasa kelar ekan, namozga bosiratish. Kishi namozda ul to'g'ri yo'lda, namozda tugul, ul to'g'ri yo'lda tugul, ul hidayat yo'lda tugul, Allohning yo'lida tugul. Shulay Alloh taolo bunda bizga Qur'oni Karimda aytadi namoz turunda: "Innal insana xuliqa haluha, idza massahu sharru jazuha, va idza massahu al-khayru manuha, illa al-musallin, alladhina hum ala salatihim daimun." Al-Mag'arij surasi 19-23 oyatlarda Alloh taolo aytadi: "Nasadib innal insana xuliqa haluha." Nesida kishi deya barliqqa keltirilgan deya sabrsiz. Idza massahu sharru jazuha, aqashan oni birinidi avurliq tutar ekan, nosharlik tutan bu kishini. U endi qo'yg'ira. Alloh taolo aytadi: "Idza massahu khayru manuha." Qashan onlar birinidi yaxshilik erisha ekan, u soron bo'ladi. Illal musallin, illa demagar namoz o'quvchilardan boshqa deydi. Alloh taolo iskarma yasadi. Namoz o'quvchilardan boshqa deydi. Alladina hum ala salatihim daimun, qo'ysalari namozlarini doimiy ravishda o'qiylar deydi. Al-Mag'arij surasi 19-23 oyatda. Alloh taolo bunda shu oyatda aytadi: namoz o'qimay turgan kishining xulqi noshar deydi. Xulqi noshar bilan bizga oyat keltiradi. Qachon onlar bala qoza kela, u sabrsiz deydi. Bizga Alloh taolo aytadi, bala qoza kelga sabr etirga. Qachonlar yaxshilik erishadi, u so'ran deydi. Ya'ni onlar oqsha kelami, mol kelami, u so'ran bo'ladi. Dinsiz kishi, namoz o'qimay turgan kishi. Illa demagar namoz o'quvchilardan boshqa deydi, menga u kasat etmaydi. Qo'shiqlarda namoz doimiy ravishda o'qiylar deydi. Kim namozni doimiy ravishda o'qiykan, onlar bala qoza erishsa, u onlar sabr etadi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, u da onun uchun xayrli bo'ladi. Agarda birani shodlik erishsa, ular shodlana, ular shukr etadi, bu da onlar xayrli bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi. Shuning bilan iymonli kishi bir qachonda proygirishda bo'lmaydi ekan. Agarda shodlik kelar, shodlana, shukr etadi,
Agarda bala qazo kelsa sabr etadi. Buning ishida bu xayrlidir. Chunki kishining bu dunyoda kishiga og'irlik da kela, yengillik da kela. Og'irlik da kela, yengillik da kela. Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda. Har bir kishiga shulay. Har bir kishiga og'irlik da kela, bala qazo da kela, har bir kishiga shodlik da kela. Bu dunyoda shulay Alloh taolo qo'ygan qonuni. وقال جل وعلا وهو يحكي عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Шушы аятта Аллаһ Таала әйтә Qur'oni Karimda jannatga kirgan kishilar bir-birisi bilan сөйләшерләр. Alloh Taala mumkinchilik berir jannatdagi kishilarga jahannam kishilar bilan сөйләшергә. Tamuqta bo'lgan kishilar bilan. Bizning dunyoda da бар bit инде hozir telefonga qarab bir-birimizni ko'rib сөйләшә алабыз. Alloh Taolaning dunyosida анда более современный техника. Bu dunyoga qaraganda. Alloh Taolo анда mumkinchilik berir jamaatga kirgan kishilarga tamuq o'tindaga kirgan kishilar bilan сөйләшергә. Jannatga kirgan kishilar aytirlar ekan. Ma salakakum fi saqar. Sizni saqr tamuqqa nasa kiritdi? Qalu lam nakun minal musallin. Ular aytdilar, biz namoz o'quvchilardan bo'lmadik deydi. Mana namoz o'qimay turgan kishilar tamuqta bo'larlar deb Qur'onda Al-Mudaththir surasida Alloh taolo aytadi 42-43 oyatlarda shunday deb aytadi. Qur'onda Alloh taolo shunday deb aytadi. Namoz o'quvchilar, ya'ni namoz o'qimay turgan kishilar saqr tamuqta deydi. Ni sababli? Chunki namoz o'qimalar deydi. Qur'oni Karimda shunday deb keladi. Shunday Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Fawailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun." Qo'yi hasrat namoz o'quvchilarga dey qo'ysalarda dey namozlarini solqin qorilar deydi. Namozlarga solqin qarov ul vaqtida namoz o'qimau degan so'z. Ertangi namozni vaqtida o'qimay quyosh chiqqach o'qiy. Ila namozni vaqtida o'qimay ikindi kirgach o'qiy. Ikindini oqshom kirgach o'qiy. Ham boshqa shulay. Bu namozga solqin qarov bo'la. Alloh taolo aytadi, qo'yi hasrat namozlarga solqin qarovchilarga deydi. Mudalla Alloh taolo aytmay, "Вообще kim namoz o'qimay, ularga tog'anda qo'yi hasrat ko'rak." Bu hali namoz o'quvchilar, ular namozga solqin qorilar deydi. Alloh taolo shulay Qur'oni Karimda aytadi, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salat va tabaghu shahawat va sawfa yalqawna ghayya." Bu oyatda Maryam surasi 59-oyatda Alloh taolo aytadi, "Ulardan so'ng shunday bo'yin keldi deydi, ular namozini tashladilar deydi. Namozni tashlagach, ular shahvatlarga erdilar deydi. Ularga g'oya degan jahannam bo'lashaq deydi. Jahannamda shunday bir o'zan bo'lashaq, ularga shunday o'zan bo'lashaq deydi tamuqda deydi Alloh taolo aytadi." Ya'ni shusha oyat bizga dalil bo'lib turadi. Kim namozni tashlay, shahvatlarga yera. Shahvat nesa ol? Xamir shu. Shahvat nesa ol? Xotin ortidan shobu indi zina qilib, mana bu shahvatlar. Namoz o'qiy, ul namoz oni tuta shusha gunohlardan. Agar namozni tashladi, gunohlara beriladi. Oraqada shabosh ham boshqa indi. Agarda kishi masjidni tashlay ekan, namozni tashlay, bir kuni ul oraqa sherga mumkin, bo'lara mumkin, oraqa berilgan mumkin, shahvatga berilgan mumkin. Chunki Alloh taolo aytadi, shu aytib dalil keltiraman bunda. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni endi namoz ahllaridan qilsin. Amin. Allohumma yassir umurana. Ya Rabbim Alloh bizning endi ishlarimizni yengillayt. Vashfi sudurana. Bizning ko'kraklarimizga shifo ber, qalblarimizga shifo ber. Va tahhir qulubana. Bizning qalblarimizni shis tortpaqla gunohlardan. Robbana hablana. Rabbimiz Alloh bizga hablana azwajina va zurriyatina qurrata ayun. Bizning xotinlarimizdan, bizning endi o'zimizning bolalarimizdan endi ulardan lazzat ber, shusha narsalardan endi. Vaqfir lana bizning afo et ya Rabbim Alloh. Va li validina bizning atiynalarimizga afo et. Va li jami'il muslimin butun musulmonlarga afo et ya Rabbim Alloh. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wassami'u du'a. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمر المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وتام وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.